O'zim nomga qarz olib hech narsasi yo'q. Minib yurgan, lekin yotgan mashinada Bilindi. 9 oydan beri minilmagan. O'zi shunday kapotni ochgandan shogirdimni o'zi ham kelib aytdi yonimdan. Aka yotgan mashina ekan, deb bittadan so'radi. Yotgan mashinani qayerdan bilaman, bilasizmi? Motorni ishlashdan propan ligrovka bo'lmagan. Propan turib, ana u suyuq gazga, havoli emasga, qotib qolgan trubkasi. Bitta ligrovka qilib ochtirib yuborsa, motorga zo'riqish bermaydi. O'shanisidan yotganligini bila olinadi. Yurib turgan mashinada motori bunday siltab ishlamaydi. Qisqasi propandiki shunday bo'ladi-da. Metanga bir xil quruq havo-ku. Bu suyuq gaz, suyultirilgan. Xo'p, aka. Bir ko'nglingizni aytsangiz, men ham bilsam, agar rastayna katta bo'lsa, qo'yib yuboraman. Akmal aka, Ochiqcha 23 ayting. million bering berib ketaman. Yo'q, 23 ga qarang. Mana Bilaman, aka. 25 ham deman, lekin sotib bilasiz. Avvalo sizga rahmat. Akajon, sotib bilaman. Endi eshitinglar, bitta ko'ringlar. Sotganda ham narx qo'ymay sotaman, aka. Men foyda uchun sizni qo'lingizni ushlab turganim yo'qman. Yo, mana shu yomg'irga menga ham zarar emas. Ertalabdan qayerlarga borib keldim, o'zim bilaman, aka. Yo'q, bilaman. Zarar emas. Men shu xalq uchun sizdan shunday olaman, kimgadir shunday beraman, o'zini puli baraka topib minsin. Bo'ldi, men 23 dedim men. Bitta ko'ring, men ham sizni qiynamayman-da. Faqat mujikcha ko'ring, mujikcha gapirganingiz uchun. Aka, naq 22 million pulni olasiz, 1 million keyinga o'tasiz. Qarang. 22 millionga 2009 Matiz oldilari yaxshi turibdi, kakpalojni propani bor, oq svet. Kim olaman desa 22 million so'm. Oluvchilar bo'lsa Matiz xohlar